Assalomu alaykum aziz o'quvchilar. Bugun biz sizlar bilan inson va jamiyat fanidan navbatdagi onlayn darsimizni boshlaymiz. Inson va jamiyat fanidan tayyorlangan prezentatsiya. Mavzu: iqtisodiyot va jamiyat. Aziz o'quvchilar, bugungi darsimizda sizlar bilan quyidagi tushunchalar bilan tanishib chiqamiz. Iqtisodiyot nima? Ehtiyojlar nima? Ehtiyojlarning turlari: moddiy ehtiyojlar, ma'naviy ehtiyojlar, ijtimoiy ehtiyojlar hamda resurslar tushunchasi. Resurslarning turlari: tabiiy resurslar, ishlab chiqarish vositalari, mehnat resurslari, kapital. Iqtisodiyot nima? Dastlab grek olimi Gesiod tomonidan kiritilgan iqtisodiyot so'zi uy xo'jaligini boshqarish san'ati degan ma'noni anglatar edi. Hozirda bu tushuncha ancha kengaygan va iqtisodchilar quyidagicha ta'riflashadi. Iqtisodiyot shunday xo'jalik tizimiki, u zarur hayotiy ne'matlarni yaratish yo'li bilan ehtiyojlarimizni qondirilishini ta'minlaydi. Iqtisodiyot fan sifatida bizga nimalarni o'rgatadi degan savollarga quyidagicha javoblarni berishimiz mumkin. Iqtisodiyot bu odamlar, shuningdek jamiyat cheklangan resurslarga ega bo'la turib, hozir va kelgusida o'z ehtiyojlarini qondirishni, turli xil tovarlar ishlab chiqarishni va qanday qilib xizmat ko'rsatishni o'rgatuvchi fandir. Iqtisodiyot fan sifatida ishlab chiqarish tizimini samarali ishlatishning usullarini tadqiq qiladi va o'rgatadi. Iqtisodiyotning jamiyat hayotidagi ahamiyati. Hayotda insonlar ko'p narsalarga ehtiyoj sezishadi. Inson uchun birinchi navbatda oziq-ovqat, kiyim-kechak, uy-joy kerak. Jamiyatning o'sishi bilan insonlarning ehtiyojlari ham tinimsiz o'sib boraveradi. Iqtisodiyot insonlar hayotida va jamiyatda paydo bo'ladigan ehtiyojlarni qondirish maqsadini ko'zlaydi. Endi esa ehtiyojlar bilan tanishib chiqamiz. Ehtiyojlar asosan 3 turga bo'linadi. Moddiy ehtiyojlar, ma'naviy ehtiyojlar, ijtimoiy ehtiyojlar. Moddiy ehtiyojlarga uy-joy, kiyim-kechak, oziq-ovqatlar kiradi. Bular birlamchi, ya'ni asosiy ehtiyojlar hisoblanadi. Ma'naviy ehtiyojlarga esa quyidagilar kiradi: bilim olish, kitob o'qish, mehnat qilish, dam olish, davolanish, ilmiy tadqiqot. Ijtimoiy ehtiyojlarga esa oilada yashash, sevish, suyukli bo'lish, do'stlik, muloqot qilish, boylik orttirish kiradi. Bular ikkinchi darajali ehtiyojlar hisoblanadi. Ehtiyojlar bilan quyidagi sxemalar orqali yana bir bor takrorlagan holda tanishib chiqishimiz mumkin. Demak, ehtiyojlar asosan 3 turga bo'linadi: moddiy ehtiyojlar, ma'naviy ehtiyojlar, ijtimoiy ehtiyojlar. Ehtiyojlar bilan biz sizlar bilan bir qancha rasmlar, misollar yordamida yana bir bor tanishib chiqamiz. Moddiy ehtiyojlar deganda nimalarni tushunamiz? Uy-joy, kiyim-kechak, oziq-ovqat moddiy ehtiyojlarga kiradi. Bular inson hayotidagi asosiy ehtiyojlardir. Ma'naviy ehtiyojlarga nimalar kiradi degan savollarga biz quyidagicha javob berishimiz mumkin hamda bir qancha misollarni rasmlar yordamida ko'rib chiqamiz. Bilim olish, kitob o'qish,
mehnat qilish, dam olish, davolanish, ilmiy tadqiqot ma'naviy ehtiyojlar jumlasidandir. Ijtimoiy ehtiyojlarga nimalar kiradi degan savollarga esa quyidagicha javoblar beramiz hamda bir qancha misollarni rasmlar yordamida ko'ramiz. Oilada yashash, sevish, suyukli bo'lish, do'stlik, muloqot qilish, boylik orttirish ijtimoiy ehtiyojlar jumlasidandir. Ehtiyoj nima? Ehtiyoj deganda nimani tushunamiz? Ehtiyoj insonning yashashi va rivojlanishi uchun biror narsalarga bo'lgan talablari. Ehtiyojlar deb kishilarning yashashi, mehnat qilishi va ma'lum ijtimoiy mavqega ega bo'lishi uchun iste'mol qilinishi zarur bo'lgan mahsulotlar va xizmatlar yig'indisiga aytiladi. Insonlarning to'xtovsiz o'sib boradigan ehtiyojlarini qondirish uchun manbalar, ya'ni resurslar kerak bo'ladi. Endi esa resurslar bilan tanishib chiqamiz. Resurs fransuz tilidan tarjima qilinganda qadriyatlar, zaxiralar, imkoniyatlar degan ma'noni anglatadi. Ma'lum bir mahsulotni ishlab chiqarishda foydalanib turgan vositalar resurslar, ya'ni manbalar deb aytiladi. Ular o'z navbatida quyidagicha 4 qismdan iborat bo'ladi. Demak, tabiiy resurslar: yer, suv, havo, o'simliklar, energiya, xomashyolar tabiiy resurslarga kiradi. Mehnat resurslari: bilim, aql, kuch, mehnat bilan ishlaydigan insonlar mehnat resurslari deb tushuniladi. Ishlab chiqarish vositalari: binolar, dastgohlar, stanoklar, texnika, jihozlar ishlab chiqarish vositalariga kiradi. Kapital ishlab chiqarishni tashkil qilish uchun sarflanadigan pul vositalari kapital deyiladi. Tabiiy resurslarga nimalar kiradi degan savollarga biz quyidagicha javob beramiz hamda rasmlar yordamida bir qancha misollarni ko'rib chiqamiz. Yer, suv, havo, o'simliklar, elektr energiyasi, xomashyo tabiiy resurslar jumlasidandir. Siz ekranda ko'rib turgan rasmlarda tabiiy resurslar va biologik resurslar aks ettirilgan. Mehnat resurslari deganda biz nimalarni tushunamiz? Bilim, aql, kuch, mehnat bilan ishlaydigan insonlar mehnat resurslari deb tushuniladi. Ishlab chiqarish vositalari: binolar, dastgohlar, stanoklar, texnika, jihozlar ishlab chiqarish vositalariga kiradi. Ishlab chiqarishni tashkil qilish uchun sarflanadigan pul vositalari kapital deb tushuniladi. Yana bir bor tabiiy resurslar haqida. Resurslar tiklanadigan va tiklanmaydigan resurslarga bo'linadi. Tiklanadigan resurslarga o'rmonlar, hayvonlar, suv, o'simliklar kiradi. Tiklanmaydigan resurslarga esa qazilma boyliklar, neft, gaz, oltin va hokazolar kiradi.
Resurslar har bir davlatda mavjud bo'lib, ular cheklangandir. Ummon oldida tursang ham bir tomchi suvni isrof qilma. Yaratganning bizga bergan ne'matlaridan, tabiiy boyliklaridan to'g'ri va oqilona foydalanish bizning burchimizdir.